O'g'lim, sen esli bola bo'lib, oyinetganlar qilib o'tirsang, bugun senga zo'r sovg'a olib boraman. Ha? Bo'pti. Zafar? Ha? Bugani qo'birasan? Yosh bola-yu, aldab qo'ydim-da, og'rib o'tiradi. O'zbekistonga 4 kundan keyin qaytasan-ku? Nima qilasan yolg'on o'rgatib bolaga? Ha, bo'pti, yur. Manzilgacha 23 daqiqa qoldi. Aka, Alabay. qanchada kelasiz? Ha, hozir 5 minutda boraman, 5 minut. Tezlashing. Ha, kom. Qo'shilyapmiz-da, aka. Ha, xo'p. 5 minutda kelar ekan. Bering aka, endi shuni. Yo'q, aka, unaqa narx to'g'ri kelmaydi. O'zimizga ham unaqa narxda kelmaydi-yu. O'zi arzimagan bir qismga o'tiramiz, aka. Gapiz yolg'on bo'lib qo'ymayaptimi? Bu lekin idealini tanladingiz, oling. Yo'q, kerak emas. Olmasang olmay. Aka borsam siraz yuramizmi? Ha, aka bir kishi. Kelavering, sraz yuramiz, aka. Ukam. Ha? Yuramizmi, ketdik? Necha kishi? 3 kishi sraz yuramiz, ketdik. Yo'q, qachon to'ladi? Ha, aka. Yuringlar. Ahtiyochda zariladi, berib tur. Yo'q, og'ayni hozir o'zimda ham yo'q-da. Bir so'm pulim yo'q, o'zimga ham pul kerak-da. To'g'ri tushunsan endi. Bo'pti. Kraskasi top-toza, javob. Rabika halol. Muhimchi ayol kishi haydagan. Bitta haydab ko'ring. Rostdanmi? Chestni, aka. Mana Zafar. Ha, o'rtoq. Jigar, bu bir haftada olasan-da, ha? Ishondim. Ha. Xaltura suvlari. Dasturxoningiz ko'rki. Stop! Olindi. Yaxshi chiqdi lekin. Nima bu, Alam misrini? Nima yo'qmadimi? Nima bu? G'alati sho'r narsa. 10 kunda xuddi shunaqa bering, mana. Ha, yo'q aka. Buni remontini 10 kunda bitirib bo'lmaydi. Kamida 20 kunlik ishi bor. Agar shoshilinch bo'lsa, boshqa usta topa qoling. Ha, mayli. Pul o'zida qola qolsin. Bir oyda bo'lsa ham o'z bitirib bering. Chunki pul uchun yolg'on gapirmas ekansiz. Ishondim. Yolg'on rostni ko'paytirib qo'ymaydi-yu. Yaqinlaringizga islomiy hadyalar sovg'a qilib qo'ying. O'zbekiston bo'ylab yetkazuvchi xizmat mutlaqo bepul. Bir daqiqa shoshmang. Sizga men jannatni ilindim. Bismillahirrohmanirrohim. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li robbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Kitobimiz Qur'oni Karimni o'zlashtira olmayotgan